Assalomu alaykum tumanimiz aholisi, hurmatli saylovchilar. Xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining 7-chaqirig'i 2024-yilning noyabr oyidan boshlab yangi davr va mutlaqo yangicha mas'uliyat ostida o'z faoliyatini boshladi. Kengash o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyalari, tegishli qonunlar, Oliy Majlis palatalarining qarorlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'ari Kengashining qarorlari hamda kengashning reglament talablari asosida izchil amalga oshirib kelmoqda. Mahalliy vakillik organlarining hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholini tashvishga solayotgan dolzarb muammolarni hal etish borasidagi vakolatlari izchil kengaymoqda. Konstitutsiyada kengash raisi va hokim lavozimlarining bir-biridan ajratilganligi kengashning ijro hokimiyati ustidan haqiqiy deputatlik nazoratini o'rnatishga xizmat qilmoqda. Bu borada davlatimiz rahbari tomonidan 2025-yil 23-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini 2030-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF 98-sonli farmoni va ushbu farmon bilan tasdiqlangan yo'l xaritasi faoliyatimizning bosh rivojlanish dasturiga aylandi. Mazkur tarixiy hujjat mahalliy kengashlarning tashabbuskorligi oshishi va muhim vakolatlarni bevosita vakillik organlariga o'tish orqali joylarda xalq hokimiyatini chinakam kuchga aylantirdi. Amudaryo tuman kengashida jami 25 ta deputatlik o'rni mavjud bo'lib, saylov okruglari, tumandagi 49 ta mahalla, ovul va shaharcha fuqarolari yig'inlari to'liq qamrab olingan. Hozirgi kunda kengashda 24 nafar deputat ish olib bormoqda va bitta bo'sh vakant o'rin mavjud. Hisobot davrida kengash tomonidan jami 6 ta sessiya o'tkazildi. Ushbu sessiyalar kun tartibiga hududiy rivojlanishning eng muhim masalalari kiritilib, jami 70 ta masala atroflicha muhokama qilindi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Barcha qarorlar loyihalari E-kengash elektron tizimi orqali shaffof ravishda ishlab chiqilib, to'liq huquqiy ekspertizadan o'tkazilib, sessiya muhokamalariga olib chiqildi. Kengash faoliyatida ochiqlikni ta'minlash maqsadida barcha sessiyalar ijtimoiy tarmoqlar orqali real vaqt rejimida onlayn efirga uzatildi. Hisobot davrida birorta ham yopiq sessiya o'tkazilmadi. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadida qaror loyihalarining 12 tasi oldindan jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Qabul qilingan qarorlarning 5 tasi normativ huquqiy tusga ega bo'lib, ular ham huquqiy ekspertizadan o'tkazildi. Qonunchilikda belgilangan tartiblar asosida qabul qilingan qarorlarning 2 tasi yopiq holda tizimga joylashtirilgan. Ijro etuvchi hokimiyat va nazorat organlari ustidan deputatlik nazorati yo'nalishida hisobdor hokim tamoyili asosida sessiyalarda jami 17 ta hisobot eshitildi. Xususan, ijro hokimiyati rahbari sifatida tuman hokimining 2 ta, hokim o'rinbosarlarining sohalar bo'yicha 8 ta hisoboti tinglandi. Shuningdek, hududda qonun ustuvorligi va jamiyat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan Ichki ishlar bo'limi boshlig'ining 4 ta hisoboti eshitildi. Moliyaviy va iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlili bo'yicha iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining, tuman soliq inspeksiya boshlig'ining ijtimoiy va ekologiya vaziyatini nazorat qilish doirasida tuman rahbari, tuman ekologiya bo'limi boshlig'ining, yoshlar ishlari bo'limi rahbarining 2 tadan hisobotlari eshitildi. Shuningdek, boshqa idora va tashkilotlar rahbarlarining sohaviy faoliyati yuzasidan 4 ta hisobot tinglandi. Nazorat faoliyati doirasida axborotlarni eshitish yo'nalishida jami 11 ta axborot tinglandi. Bunda qonuniylik holati yuzasidan tuman adliya bo'limining 1 ta hamda tuman prokuraturasining 4 ta axboroti batafsil ko'rib chiqildi. Kengashning ichki faoliyati samaradorligini baholash uchun doimiy komissiya raislarining 2 ta va deputatlik guruhlarining 4 ta axboroti tinglandi. Shu bilan birga kengash tomonidan 8 ta nazorat tahlil tadbirlari tashkil etilib, vakolat doirasida qarorlarni tasdiqlash bo'yicha
4 ta hamda boshqa turli ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha 21 ta tegishli qarorlar qabul qilindi. Saylovchilar bilan muloqot va aholi muammolarini hal etish yo'nalishida deputatlarning xalq bilan doimiy va ochiq muloqot olib borish faoliyatimizning eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Hisobot davrida deputatlar tomonidan joylarda aholi bilan jami 97 marotaba uchrashuvlar o'tkazildi. Ushbu uchrashuvlarda 49 tasi deputatlarning o'z saylov okruglarida saylovchilarga o'z faoliyati yuzasidan axborot berish maqsadida tashkil etildi. Mazkur uchrashuvlar davomida aholi tomonidan o'rtaga tashlangan tizimli va murojaatlar soni 62 tani tashkil etdi. Deputatlarning mas'uliyati va tezkorligi bilan tegishli idoralarga qilgan murojaatlari natijasida ushbu muammolarning 54 tasi ijobiy hal etildi. Qolgan 8 ta masala ijro etish uchun kengash nazoratiga olib hal etish choralari ko'rilmoqda. Shuningdek, joylardagi tizimli muammolarni o'rganish va ularni qisqa muddatlarda bartaraf etish maqsadida mutasaddi tashkilot va idoralarga jami 78 ta deputat so'rovlari chiqarildi. Joriy qilingan qat'iy nazorat natijasida ushbu so'rovlarning 72 tasiga tegishli tashkilotlar tomonidan batafsil javoblar qaytarildi. Qolgan 6 ta deputatlik so'rovi esa ayni paytda mas'ul idoralar tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqish jarayonida. Mahalla yettiligi va jamoatchilik bilan hamkorlikda aholi muammolarini joyida o'rganish va tezkor hal etishda deputatlar mahallalarda tashkil etilgan yangi tizim mahalla yettiligi bilan mustahkam hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Deputatlar har bir mahallaning ichki imkoniyatlari va muammolarini aynan mahalla yettiligi bilan birgalikda tahlil qilib, aniqlangan 78 ta muammolarning deyarli barchasi mahallaboy o'rganishlar natijasida aniqlangan. Ularning ijrosi jamoatchilik vakillari ishtirokida muhokama qilinib borilmoqda. Bu jamoatchilik vakillari hamkorlikda eng asosiy uchrab turgan muammolar ichki yo'llar, elektr va ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash muhim omil hisoblanadi. Faoliyatning ommaviy axborot vositasi va ijtimoiy tarmoqlarda yoritilish yo'nalishida kengash va deputatlar faoliyatining ochiqligi hamda oshkoraligini ta'minlash maqsadida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanilmoqda. Eng katta faollik ijtimoiy tarmoqlarda kuzatilib, kengashning Telegram, Facebook, YouTube, Instagram sahifalari va rasmiy sayti orqali jami 562 marotaba chiqishlar va ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, internet saytlarda 48 ta ma'lumotlar e'lon qilindi. Televideniya va radio kanallari bilan ham yaqin aloqalar o'rnatildi. Mahalliy televideniyada 24 marta, respublika televideniyasida 4 marta hamda respublika radiosida bitta radio eshittirish orqali tuman kengashi faoliyati keng ommaga yetkazildi. Bundan tashqari, mahalliy bosma nashrlar, gazetalarda 4 marta maqola chop etildi. Oldinda turgan ustuvor vazifalar va rejalar quyidagicha. FIFA 98-sonli prezident farmoni ijrosi 2030-yilga qadar mahalliy kengashlar faoliyatini rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan barcha ustuvor vazifalarni tuman darajasida sifatli va to'liq amalga oshirish. Ikkinchi, byudjet nazoratini kuchaytirish, mahalliy byudjet mablag'larining shakllanishi va ularning mahallalar infratuzilmasini yaxshilashga maqsadli yo'naltirishdan ustidan kengash va doimiy komissiyalar nazoratini yanada tizimli yo'lga qo'yish. Uchinchi, mahalla yettiligi bilan tizimli aloqa o'rnatish, mahallalardagi muammolarni quyi bo'g'inning o'zida aniqlash va ularni sessiya kun tartiblariga tizimli ravishda olib chiqish mexanizmini kuchaytirish. To'rtinchi, murojaatlar bilan ishlashda aholini qiynab kelayotgan muammolarni yechishga ko'maklashish. Beshinchi, okruglardagi ishlarni jadallashtirish. Oltinchi, bo'sh turgan bitta deputatlik o'rni bo'yicha saylovlarni yuqori saviyada tashkil etish va deputatlarning saylovchilar bilan ishlash samaradorligini yanada oshirish. Xulosa o'rnida aytganda, xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining 2026-yilning birinchi yarmida yangilangan konstitutsiya va tizimli islohotlar
talablariga mos ravishda o'z faoliyatini tashkil etmoqda. Deputatlarimiz nafaqat sessiyalarda masala muhokama qilish, balki bevosita joylarda aholi dardini tinglab, ularni amaliy hal etishda tashabbuskorlik ko'rsatmoqdalar. Vakillik organi sifatida kengash kelgusida tumanimizning har tomonlama rivojlantirish va aholi farovonligini ta'minlash yo'lida bor kuch va imkoniyatlarni safarbar etadi. Fursatdan foydalanib, tumanimiz aholisini davlatimizning mustaqilligining 35 yillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.